Kecha Murodjon Ahmadaliyev yaponiyalik bokschi Naoya Inouyega qarshi jang o'tkazdi va ochkolar hisobiga ko'ra yutqazib qo'ydi. Jangdan oldin juda ham ko'p muxlislar Murodjonni qo'llab-quvvatlashdi. Jang boshlanishi bilan esa bildirilgan pozitiv fikrlar sekin-asta negativga aylandi. Qiziq tomoni 12-raund tugar-tugamas ayrimlar Murodjon Ahmadaliyevni tanqid qilishni boshladi. Bemalol yutsa bo'lardi yoki yaxshi tayyorlanmabdi, raqibining zarbasidan qo'rqdi deganlar juda ham ko'p bo'ldi. Lekin bir narsani unutmaslik kerakki, Naoya Inoue dunyodagi eng kuchli bokschilardan biri. U Murodjon Ahmadaliyevgacha 30 ta jang o'tkazib, shularning 27 tasida muddatidan oldin g'alaba qozongan. E'tiborli tomoni, jangdan so'ng Murodjonning o'zi ham qarsaklar bilan raqibini e'tirof etdi. Lekin o'sha lahzada, ya'ni Ahmadaliyev mag'lubiyatga uchragan paytda uning ortida birorta yaqini yo'q edi. Qiziq tomonini aytaymi, bundan 4-5 oy oldin Abduqodir Husanov Manchester City zaxirasida qolib ketganda juda ham ko'pchilik tanqid qilgandi. Bu bolaning bo'lari shu, boshqa o'sa olmaydi deganlar ham ko'p bo'lgandi. Aynan o'shalar kecha Abduqodirni rosa maqtashdi. Umid qilamanki, Murodjon Ahmadaliyevda ham xuddi shunday vaziyat ro'y beradi. U hali kuchli bo'lib qaytadi. Sportda esa shunday. Bir kun yutasan, bir kun yutqazasan. Xulosa qilish o'zingizdan.